Joriy yilning 4-oktyabr kuni Yangi Toshkent qurilishida amalga oshirilayotgan loyihalar taqdimotiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda loyihada ishtirok etayotgan chet el kompaniyalari vakillari ham qatnashdi. Tafsilotlar Nigora Elmurodova lavhasida. Matbuot anjumanida joriy yilning 3-aprelida qurilishi start olgan Alisher Navoiy nomidagi Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Adabiyot muzeyi va Milliy maqom markazini o'z ichiga olgan majmua taqdimot qilindi. Yangi Toshkent mega loyihasidan joy olgan mazkur inshootlar xatolardan xoli bo'lish bilan birga o'zbek madaniy merosini zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlar bilan boyitilgan holda taqdim etilayotgani bilan ahamiyatga molikdir. Ushbu hududda asosan atrof muhit, yashil shahar konsepsiyasi, shu bilan birgalikda aqlli shahar, innovatsion shahar, ya'ni muhandislik tarmoqlari, infratuzilma obyektlari, transport yo'nalishi bo'yicha shaharning va o'ziga xos dizayn kodini yaratgan holda, aniq standartlarni qo'llagan holda shaharni loyihalash, qurilish maqsad qilib olingan. Mazkur loyiha butun dunyoda eng e'tiborga loyiq hayratomuz inshootlarni qurgan Buyuk Britaniya kompaniyasiga ishonib topshirilgan. Bu loyiha tinimsiz mehnatlar samarasi. Oldimizda katta mas'uliyatli davr turibdi. Biz birinchilardan bo'lib Yangi Toshkentning yuragi bo'lishi kutilayotgan inshootni taqdim etishimiz lozim. Bu majmuada o'zbek merosining aks ettirilishiga o'ziga xos kreativ tarzda yangi innovatsiyalar yordamida yondashganmiz. Alisher Navoiy nomidagi Xalqaro ilmiy tadqiqot markazida shahar aholisi va mehmonlarga o'qish va hordiq chiqarish uchun barcha zamonaviy imkoniyatlar taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Bu yerda piyodalar bog'da sayr qilib sharqdan g'arbgacha bo'lgan masofani yayov kezishlari va go'zal tabiat manzarasi hamda toza havodan bahra olishlari mumkin bo'ladi. Nigora Elmurodova, Bobur Yo'ldoshev, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.